Xo'razning dunyoni sayohat qilishi. Avtori Erik Karl. Tarjima qilguvchi Naval. Bir kuni saharda Xo'raz sayohat qilishni ko'ngli bukibdi. Shuning bilan sayohatini boshlabdi. U uzoq mangmasdan o'zini yolg'iz his qilibdi. Shu asnoda u ikki mushuk bilan uchrab qolibdi. Xo'raz mushuklarga "Men bilan dunyoni sayohat qilinglar" debdi. Bu sayohat qilish fikri mushuklarga bak meqibdi. "Biz xohlaymiz" deb miyolabdi. Mushuklar andin Xo'raz bilan sayohatini boshlab etibdi. Xo'raz va ikki mushuk sayohat qilayotgan vaqtda uchtani paqaga uchrab qolibdi. "Biz bilan dunyoni sayohat qilishni xohlamsizlar?" deb so'rabdi Xo'raz hamkorlikni umid qilgan holda. "Nima ish bo'lmoqda?" deb javob beribdi baqalar. "Biz hozir oldirash emas" deb sehrganicha Xo'raz va ikki mushukka ergashib yurib ketibdi. Bir ozdan keyin Xo'raz, ikki mushuk va uch baqalar to'rt toshbaqaning yo'lda asta o'mlab ketayotganligini ko'ribdi. Xo'raz ulardan "Ey, biz bilan dunyoni sayohat qilishni xohlamsizlar?" deb so'rabdi. Ularning ichidan bir toshbaqa "U cho'qim qiziqarli bo'ldi" debdi-da ularga qo'shilib yurib ketibdi. Xo'raz, ikki mushuk, uch baqa, to'rt toshbaqa yo'lni bo'ylab ketib etib, 5 tal baliq uzayotgan kichik eriqqa kelibdi. "Qayerga mingyapsizlar?" deb so'rabdi baliq. "Dunyoni sayohat qilg'ilmoqdi" deb javob beribdi Xo'raz. "Biz sizlar bilan birga borsak bo'lamdi" deb o'tinibdi baliq. "Qizg'in qarshi olamiz" deb javob beribdi Xo'raz. Andin ular birlikda dunyoni sayohat qilish uchun yurib ketibdi. Quyosh petibdi. Qorong'i tushishga boshlabdi. Oy ko'tarilibdi. "Bizning ko'shk tomoqimiz qayerda?" deb so'rabdi mushuklar. "Biz qayerda uxlaymiz?" deb so'rabdi baqalar. "Biz bek to'nglab ketdik" deb og'rinishga boshlabdi toshbaqalar. Shu vaqtda yaltiroq qo'ng'izlar ularning beshidan uchib o'tibdi. "Biz noyda qo'rqib ketdik" deb yig'lashga boshlabdi baliqlar. Hozir Xo'razning dunyoni sayohat qilishga qarata hech qanday plani yo'q ekan. Uning tamoq, turalg'u esidimi yo'q ekan. Shunglashqa u do'stlariga qanday javob berishni bilolmabdi. Baliqlarning uyga qaytqusi kelibdi. Shun ular uzib ketib qopdi. Toshbaqalar o'zining issiq uyini o'ylashga boshladi. Boshqalarga xo'shmi deb qo'ymasdan o'mlab ketib qoldi. Uch tal paqaning uyiga ketkisi kelibdi. Ular boshqalarga "Xayrli kech" debdi va shuning bilan birdan, ikkidan sakrab
taxlab ketib qapti. Müşklerimi uyga qaytmoqchi bo'pti. Soyatdan ko'ngillik bo'lsin, debdi ular. Endi xo'roz yolg'izlik qapti. U dunyoni ko'ra olmabdi. Xo'roz ayga qarab, "Men uyimni so'g'indim", debdi. Ay javob bermabdi. Andan keyin umi ketib qapti. Bu xo'rozmi burilib uyga qaytibdi. Andın donlarini yaptı. Andın xo'shal holda qo'ndiqiga chiqib uyquga ketibdi. Xo'roz uxlab tushida dunyoni sayat qilib intayin go'zal bir tush ko'ribdi.